hamroh desam mubolag'a. Chunki inson kitob bilan do'stlashar ekan, o'zini butunlay boshqa olamda, boshqa hayotda, boshqa odamlar, o'zgacha odamlar orasida tasavvur qilaman. Men hayotimda juda ham ko'p badiiy asarlar, badiiy kitoblar bilan tanishdim. Ana shu badiiy asarlardan biri men uchun eng qadrdon bo'lgan kitob bu Said Ahmadning Jimjitlik romani. Men Jimjitlik romani bilan tanishib chiqqanimda o'zimni qaytadan hayotga kelgandim. Jimjitlik romanidagi asaridagi ijobiy qahramonlar, salbiy qahramonlar meni hayotda yashashga o'rgatdi desam mubolag'a bo'lmas. Ijobiy qahramonlardan hayot qandayligini bilsam, salbiy qahramonlardan esa hayotning qanday shirinligini bilishga muvaffaq bo'ldim. Men ana shu asar bilan tanishar ekanman. Juda ham ko'pchilik kitob ixlosmandlariga, badiiy asar ixlosmandlariga Said Ahmadning Jimjitlik romanini agar mabodo tanishmagan bo'lsangiz, o'qimagan bo'lsangiz, ana shu asar bilan tanishishingiz va men kabi bahra olishingizni so'radim. Aytib o'tganimdek, so'zim avvalida kitob insonning eng yaqin do'sti deb boshlagan bo'lsam, yana shu so'zlarim bilan yakunlayman. Haqiqatdan ham kitob insonning samimiy do'stidir.